Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү. Биздин катталуучулар, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Мен силерге бүгүн Баткен шаарындагы мал базардан уйлардын жана букалардын бааларын билип берем. Бүгүн күнгө ишемби 12 март 2022 жыл. Бүгүн күнгө карата силер уйлардын жана букалардын бааларына бул чыгарыштан көрөсүздөр. Акырына чейин колдоп туруңуздар, комментарий жазыңыздар. Саламу алейкум. Кандай сабаа, жакшысызбы? Кен колду бериң. Канча сурап атасыз şu турпогу менен? 60 kemi var da olsam onu yer biletken yer kötürgönlük alatta. Bazar kıl legal ha? 60 bin kem var. Turpoğu urgaçı erkek mi? Urgaç. Urgaç ha? Kançancı balası? Birinci. Birinci balası ha? Birinci balası turpoğu menenken 60 bin kem var deyip toğanlar. Bundan kararızlar uydun bası. Sağ duydular. Bir yaktan sonra. Bu sizden emas mi? Kaysını? Kança oldu şu? 62 bin boldu. Kimisi mına olsun turganı? Yine bala. Yine bala ya. 62 bin ha? Turpoğu erkek urgaçı o? Erkek. Erkekle dadile de bu. Dadile de. 62 bin kemi var ha? Yok 62 bin boldu. Ha 62 bin oldu da. Görüyorsunuz turpoğundan 62 bin. Başını katırıp koy çekiye. Evet kıra. Oran. Valla bir chatten sırayız. Ben arka tarafga o'tishim kerak ekan hozir. Sizga yaxshi buqalarni ko'rsatishim kerak ekan to'g'ri. Mana. Tak, mana uylarni so'rayib boshlaydi birinchi. Qancha so'radingizlar bu? 44 ha, qisir bu. Qisir. 44. No bu to'g'anlar siz ko'rib turgan qisir ekan 44 ming so'rab o'tadi. Yaxshi. Qanchadan so'rab o'tadi? Assalomu alaykum. Kim ko'rishib qo'yadi? 60 mingdan da ekoni ha? Qisir bu? Qisir. 60 mingdan mana o'ylab turganlar. Qaranglar, qisir o'ylarda 60 mingdan so'rab o'tadi. Bozor qancha qildi va? Bozor 35 qilib o'tadi. Qaysini? Mana uni. Mana 35 ming. Bo'z bu. Qachon tuvat ekan? 36 Mana 36 mingga. Hozirdan so'rab o'tadi. 35 mingdan 36 mingga ko'tardi. Bering. Yaxshi turibdi bunda. Savdo o'tadi 36 mingga. Bu nasıl rakçı? Kaç oldu o? Kaç oldu? 32 bin ha? Ne oldu? Topuk 32 bin tuvalı. Karanlık. 32 bin sana. Gazıl endi tuğanlar buqalar jakan bir ötekçi buqalar qancha olib qoldi, arzonladi bu. Erkek urgachi bu. Erkek. Bu qancha so'rab o'tasiz? 27 qildi ha, bermadingiz ha. 30 ekanda chaqingiz ha. Qancha oylik bor? 1 yoshga jetilak ha. 1 yoshga jetilak buqalar kichkinakay. 27 mingga bozor qilib turib, biroq beryapti. Bozor qiziqdi tuğanlar. Mana shunday. Mal bozorga kelsanglar, mana kun ochildi. Endi bozor qiziqdi. Mana buqalar qarab qo'yinglar, buqalar. O, parodi buqalar. Kimdan oldi ekan bu? Oğlan qaysi buqasizlar ki? Lan qaravi. Şu qancha so'rab o'tasiz shu? Aytingchi. 90 mingga bu o'rdan sotib bor, mana qara. Novi 90 mingga bog'landi, biroq sotib oldi. Ha, sotib oldi. 100 bo'lsa 100 mingga o'ylanib ko'rib deydi. Mana qaranglar tuğanlar. 90 mingga savdo qildi, biroq bermadik deydi. Varianti ham bor ekan. Varianti mashinaga olmasa olgan. Mana qancha deyapti? ketdi. Qancha sotildi?
62 ming. Bular shu qancha jashi bo'lib qoladi? Torpoqqa 62 ming nalishka ақшаға сатылды. Мына туғандар. Қараңыздар. Ошол бұқа 62 мыңға сатылып тұр. Қазір әмі daha көрөбүз. Bu buqalar kimden ekan? Bilingizler. 102 ming. 102 mingga savdo qildi. Bermay turami? Bermay turadi. Mo sizlar ko'p turgan buqani 102 mingga savdo qildi, biroq bermay turar ekan to'g'anlar. Ha, 104 ga chiqdi u. 103 ga. 104 bo'ldi. 104 bo'ldi. Ha, kishini qolib tur. Bering, yaxshi bo'lib tur. Mashina? 104 ming bo'lib turmuş. Qaranglar. Bu ne parada hem bu? Zeydar ha özlük ha. Bir şeylerle bağılgan ha. Bakmanı hazırla bular ha. 104 bin geçen çıktı tuğanlar. Hazır. Dağı bilet gün koşut dağın. Alıp koyat görürsün. Жақшы bukalardı. Bakma bukalardı 100 binden arı alsanızlar bolat tuğan. Naşınday. Hazır dağı. Sırayımız qayсын sırasa ekan. Aa, qayсын satып aldınız aytып qo'yingchi. Aqtu qanchaga aldınız? Erkekten? Urg'achi. Qanchaga dedingiz? 15 ming mi? Ha, urg'achi turpoq 1 yosh bo'ldi-lek. 15.500 ga sotildi, qaranglar. Da bu buqa kimdan bo'ldi bu? 40 mingga savdo bo'lib qoldi, beradi. 40 mingga var mı dostlar? Bir yaş bo'ldi-lek, ha? 1 yosh bo'lib qoldi. 40 mingga so'rayapti. Qoldi qarmang o'g'il, kimniki bu? Sizniki? 40 mingga savdo olib turibdi. Olasini olsin. Hozir dag'i bilakki gullar sirab qo'yadi. Torpoqlarni Bu sizniki mi? Ne bala gene? Qancha oldu? 40 ming. 40 ming ha. Torpog'i urg'achimi? Urg'achi. Urg'achi. O'zi bo'g'oz. O'zi bo'g'oz. Torpog'i urg'achi. Mana ularni taqdim. Sangdan chiqqan so'larni. 40 mingga savdo qilib o'tadi, ha? Yo'q. Sotilishimi? Oldim 40 mingga. Aldingizmi? Qaytib sotayamara. 40 mingga sotib olibdilar. O'zi bo'g'oz ekan, ha? Torpog'i urg'achi. Yaş. Torpoq bir 3 taylik var aslında. Non qaranglar. 40 mingga sotib turib. Demak ki, endi bola torpog'i mendan olsangizlar 40 ming 50 ming tegaragida. Bir 3 ming qo'shsa sotib beradi. Ha? 3 ming qo'shsa sotib beradi. 3 ming qo'shsa beradi. Olib sotadi, to'shna. 3 ming qo'shsa beradi. Aytingchi, ba qanday bo'ldi endi? Kishi tushdimi? Murdaga qaraganda. Murdaga qaraganda ancha tushdi. Qiyda arzonlab qoldi. Arzonlab qoldi. Shunday bo'lsa. Mana yillar 70-80 bo'lib ketdi dedi. Buqalar biroq 100 minggacha ekanda. Nega et arzonda shu? Buqa qimmatligi bor. Shu yoq nima bo'ldi? Semizlar bari qimmatda. Qimmat ha? Hem yerga shu etdan arzondasa yaxshi bo'ladi deydi. Ha, et arzondash kerak edi. Burunqi bozorga solishtirmali, bu bozor bir deydi. Hozir to'rtga tuxum jeb qoldik-da, taqsir. Tuxum jeb qoldik. Yaxshi. Bozor bo'laversin, elimizda to'qchilik bo'lsin. Ta, bundan so'rachi. Qandaysiz? Qancha so'rayapsiz turpog'i bilan? 60 so'rayapsiz. 60 so'rayapsiz. Turpoq erkak urg'achi? Erkak. Erkak, ha? 60 ming so'rayapsiz. Bozor qancha qildi? Bozor 48 ming qildi. 48 ming qildi. 60 ming so'rayotgan turpog'i bilan, bu janda ko'targan turpog'i bilan erkak ekan turpog'i. Yaxshi. Tamam, buni ham so'raychi. Kengo qo'l bering. Qancha? Qandaysiz? Qancha so'rayapsiz? 66 oldu. 66 ming qildi ha bozor, bermay turasiz. Turpog'i erkak urg'achi? Urg'achi turpog'i, ha? 66 ming qilib turib, mashina berib berdi. Bozoringiz bersin. Mana shunday tuğanlar bugungi kunga qarata 12-martga qarata Batken shahridagi uylarning bog'lari mana shunday. Mana soni so'rab qo'ychi. Qandaysiz? Qancha so'rayapsiz?
Torpog'u жаңы эле туулуп тура. Derimi de 66 kıldı veriverdim. 10 күндүк барак şeydi torpog. Erkek bir kaçıyor. 4. top. Kança kıl dediniz? 66'ga veriverdim. 66'dan berip ediniz ha. Sütlü жақсы бере, bir 5-6 litre бере. Sahillerine balasın koşuyor. 2 litreden sağ atam. Sağ 2 litre ha. Жақсы. Sağanıylar ушундай. Ulan sağanıyor ya. Так. Selamünaleyküm. Kandayсыздар? Kança oldu? Ha. 30 liradım. 30 bin mi? 30 bin lira. Torpaq var yok mu? Torpağına 19 kıldı. Ha, böyle sattas be. Torpaq erkek mi kaçıyor? Ha, torpaqda 19 bin lira. Bu kaç aylık var? Bu 3-4 aylık var mı? 8 aylık var ha. Torpaq 19 bin. Bunu kaça dediniz? 30'ga sırada. 30'ga sırada da. Жақсы. 30 bin son, torpağı 19 bin son. Çavarman kanalı kurasıdır ha. Aa, kaçı sıra otuz? Ama kişine torpaktı. 19'ga mı? He. Başından tartıp al. 19'ga siz sıradınız mı? Ya bu ne tartıp al? Demek kolunu atatam. Жақсы sıran. Bak 24'te kursanızın nakiyet olarak reis. Benim emi. Tapkan gezin böyle çıkın. Var mı orada? Hey. 19 mu? Жақсы тұрапты берin. Мына ушундай туугандар. Бүгүнкү күнгө баалар ушундай. 12 мартка карата уй алсаңыздар, бука алсаңыздар, биздин чыгарыштан мынакей көрдүңүздөр, келиңиздер, келип базардан алып кете бериңиздер. Баалар негизи арзан эле. Жакшы. Мен жыйынтыктан туугандар ушул жерде. Көрүшкөнчө ар дайым биздин каналды көрүп туруңуздар, колдоп туруңуздар, лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар.